Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar meni YouTube kanalimda. Sizlar bugun LG kir yuvish mashinasida LE degan xatolik chiqyapti. Ошибка shuni datchik holi taho datchik deydi. O'shani almashtirib ko'rsataman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosish esdan chiqmasin. LG 8 kilolik. Xo'p, bundan ошибка chiqyapti. Hozir LE ошибка chiqyapti. Motor aylanmayapti. Hozir shuni sozlaymiz sizlar bilan. Xo'p, birinchi krishkasini ochib olamiz. Oltita bolti bor ekan, o'sha oltita boltini yechib olamiz, motorni olamiz. Hop. Motorini yechib oldik. Hozir mana shu datchigini, hol datchik. Datchik taho datchik deydi. Mana shuni almashtiramiz. Yangisini uzun marketdan olib keldik. Shuni o'rniga qo'yamiz, bo'ldi. Shuna stikeri bor o'zi. Sal ko'tarsa chiqib keladi mana shu. Manaki eskisi, yangisini qo'yamiz. Yangisini qo'ydik. Bo'ldi, nasib bo'lsa endi qotiramiz. Xudo xolasa ishlab ketadi. Qanday yechgan bo'lsak, shunday qotirib qo'yamiz, bo'ldi. Mana bu stikerni ham olaymiz, buni ham olaymiz. Taho datchikni oladik. Endi shuni qotirib qo'yamiz, bo'ldi. O'n kulich ketar ekan. Mana shunisiga 10 kulich ketar ekan, 10 kulich. Bo'lsa yechib olasizlar. Mana qotirib oldik. Endi yana bitta foydali narsa aytib o'tib ketaman. Mana shu barabanda o'rtasidagi mana busini yechayotganda
Atverkani mana shu yerga tirash kerak. Mana shu yerga tirab yechish kerak, tirab qotirish kerak. Mana bu tomonlariga o'tib ketmaslik kerak. Mana bularga zarar yetib qolsa, motori yaxshi ishlamaydi. Endi qotirib qo'yamiz. Ключiga imkon qadar головка solish kerak. Men topganim uchun, shuni topganim uchun shunday yechib qo'ydim. Bo'ldi, tayyor. Nasib bo'lsa ishlab ketadi endi. Ko'ramiz. Yana o'zida qotirib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana shu narsani almashtirib tashladik motordan. Tahodatchik и датчик hol. Bo'ldi, endi hozir ishlatib ko'ramiz. Orqasidagi suvlarni, mana suvni uladim, yaxshilab suv chiqmasligini tekshirdim. Kanalizatsiyasini uladim, suvni ochdim. Hozir endi ishlatib ko'ramiz. Ishlaganini yana ko'rsataman. Ishladi nasib bo'lsa. Buyog'i siqyapti. Manaki ishladi. Chotki. Hamma o'zini uyda qilsa bo'ladi. Mana shu narsani almashtirsa, agar LE tahodatchi ketgan bo'lsa, shuni almashtirasizlar bo'ldi. Nasib bo'lsa ishladi. Bo'ldi, tamom. Ishladi. Chotki. Chotki.